Bizdagi eng katta xato farzandlarimiz 10-11-sinfga yetganda ularni ta'lim haqida o'ylab qolamiz. Qani, qaysi universitetga borish kerak, qaysi repetitorga tayyorlanish kerak deb bosh qotiramiz. Aslida bola 5 yoshgacha olgan ma'lumotlaridan ko'p ma'lumotni butun umri davomida ola olmaydi. Bu gapni men emas, Tolstoy aytgan. Bola boshidan degan maqolimiz ham bejizga emas. O'shaning uchun ham farzandingiz qanchalik yosh bo'lsa, shunchalik siz ko'proq e'tibor berib, uni ta'limiga, maktabiga, bog'chasiga e'tibor qaratib, yaxshisini tanlab beradigan bo'lsangiz, balkim katta bo'lganda katta e'tibor shart bo'lmay qolar. O'zi shundoq ham yaxshi o'qib ketadi. Gapimizning isboti sifatida sizga bir tadqiqotni keltirmoqchiman. Bu tadqiqotga ko'ra, 2-3-sinfga yetgan bolalarni o'qish tezligi standartdan past bo'ladigan bo'lsa, katta bo'lganda universitetga kirish ehtimoli ham 4 barobarga past bo'lib chiqqan. Buni Natali Veskerning Bilim bo'shlig'i kitobidan olishimiz mumkin. O'shaning uchun ham biz o'zimiz maktabda 1 va 4-sinflarga juda ham katta e'tibor qilamiz. Ularning o'qish tezligi, matematikasiga bor e'tiborimizni qaratamiz. Chunki biz yoshligida unga yaxshi natija beradigan bo'lsak, katta bo'lganda bizga juda ham oson bo'ladi va o'qitishimiz, bilim berishimiz juda ham oson kechadi.